Maydonda jasorat, bilimda esa zakovat sinovdan o'tmoqda. Qashqadaryo viloyatida o'tkazilayotgan jasorat uchqunlari harbiy vatanparvarlik va sport musobaqasi qizg'in pallaga kirdi. Respublikaning barcha hududlaridan tashrif buyurgan jamoalar g'oliblik sari dadil odimlab har bir shartda o'z imkoniyatlarini namoyon etmoqda. Mashina bo'yicha ishlayapmiz hozir. Mana o'sha pastda, mana o'sha ustini qo'yamiz. Baxshlar. Buni yasash uchun qancha vaqt ketadi? O'zi 20 minutlar ketadi. Qaysi bir detallarga e'tibor beryapsiz buni yasash uchun? Buni har xil oynalarning razmeri bor-da, o'shalarga qarab qilish kerak. Kleyni, hammani kley oqib ketishi mumkin. O'shanga qarab qilish kerak. Qiz bola ekansiz, ushbu jasorat maktabida o'qish qiyinchilik tug'dirmaydimi? Yo'q, har xil konkurslar shunaqalar bo'ladi jasorat maktabida. Menga unaqa rosa yoqadi. O'shaning uchun qaysi sport turi bilan shug'ullangansiz? men suzish bilan karatega shug'ullanganman. Bu maktabimizning tashqi tomoni 5 metr balandlikdagi devor bilan o'ralgan bo'lib, qo'shimchasiga elektr toki bilan bu maketimizning ichki ko'rinishi ham bor. Bu yerda biz qorovullarimiz uchun sharoit yaratib berganmiz. Bu yerdan harbiy vertolyot uchib keladi va bu askarlarga yetkazib berish maqsadida bu yerga karnay qo'yganmiz. Bu karnay signalizatsiya vazifasini bajarib beradi va karnaydan eshitgan askarlar o'sha bazani himoya qilishga urinadi. Musobaqa nafaqat jismoniy chiniqish va harbiy tayyorgarlik, balki bilim va innovatsion tafakkur maydoniga ham aylanmoqda. Ishtirokchilar robototexnika yo'nalishida o'zlari yaratgan loyihalarni taqdim etib, zamonaviy texnologiyalar borasida salohiyatlarni sinovdan o'tkazmoqda. Ayni paytda mana shu robototexnika vositalarini yasash uchun qatnashchilarga 40 daqiqa vaqt berilgan. Ular 3 kishidan iborat bo'lgan jamoadan o'zlari konstruksiya tuzib, robototexnika va boshqa vositalarni yasashmoqda. 14 ta hududdan kelgan jamoalarning barchasi har xil yo'nalishda ijod qilishmoqda. Har bir mukammal ish ortida yoshlarning izlanishi, mehnati va kelajakka bo'lgan katta orzulari mujassam. Bellashuvlar davomida jamoalar texnik topshiriqlarni bajarish, muammolarga innovatsion yechim topish va muhandislik ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish bo'yicha o'zaro kuch sinashmoqda. Jasorat uchqunlari bugun nafaqat mardlik va matonat, balki ilm-fan, texnologiya va yuksak tafakkur ham g'alaba sari eltuvchi kuch ekanini yana bir bor namoyon etmoqda. G'oliblar hali aniqlanmagan bo'lsa, bu maydonda har bir ishtirokchi o'z iste'dodi va intilishi bilan allaqachon e'tirofga sazovor bo'lyapti.